Assalomu alaykum hammaga. Bugun Avul Dastur kanalida yangi uy sotimda Toshkent viloyati Qo'shiq tumani Ko'ksaroy MFI yangi qurilish ko'chasi 39-uy. Mana bu uyimiz 12 sotik, mana chegara va mana bu yerdagi o'rikkacha chegara. Общий 12 sotik va 5,5 sotik огороди bor. Bu uyning 3 ta xonasi bor va 2 ta yonida vreminkasi bor. Mana joylarni ko'rishingiz mumkin. Katta, ixcham, mana polnoy remont bo'lgan, stiyajga qo'yib qo'ygan akalar bemalol ikkita semak yeb turib bemalol yashasangizlar bo'ladi. Mana огород ham juda katta, teplitsa qurib bemalol yashasangizlar bo'ladi. Uyingiz obro'sorini ko'ramiz. Bismillah. Mana bu yerda xonasi, mana hamma joyi remont bo'lgan, yaxshi sostenasi. Mana bu joy spalnik. Akamiz aytyapti, narxini kelishsak tashib ketamiz deyapti. Narsalarni narxini kelishsak agar. Общий 12 sotik xonadan. Mana bu zal. Mana bu stenkani ham akamiz tashib ketamiz deyapti. Narxini kelishsak deyapti. Bemalol o'zlaringiz pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana ichini hammasi remont bo'lgan. Ikkita vreminkani obzorini ko'ramiz hozir. Mana eshiklar ham qalin eshiklardan, mana hammasini NDF eshikdan qo'ygan. Mana juda ham keng, mana territoriya. Ana shlakoblok turgan joydan netda terakgacha hozir ko'rsataman u yoqni. Mana огород мощный состоянияda, teplitsa qursangizlar ham bo'ladi. Kanalga podpiska bosib, like bosishni unutmang. Mana ikkita vreminka xonasi. Mana remont bo'lgan hamma joyi. Отоплениялар qilingan. Mana отопленияларning turbasi. Uyning sostenasi ideal, мощный. Mana eshiklarni ham qalin qilib qo'ygan, mana akamiz, mana endi oshxonani obzorini ko'ramiz. Огород juda ham katta, mana teplitsa bemalol smelo qilsangizlar bo'ladi. Mana bu yerlarga gaz, svet kelgan. Mana hamma narsani akamiz aytyapti. Kelishsak tashib ketamiz deyapti. Mana gazlar, gaz plitалari yangi, yaxshi sostenasi. Mana bemalol ikkita semya kep bo'lib yashashga bo'ladi. Mana banyasi. Mana banyasi ham yaqinda qurilgan ekan. Novi, ichida pechkalari bor. Mana yerda Clio degan mashinasi. Buni ham narxini kelishsak tashib ketamiz deyapti. Endi bu yoqda mol xonasi bor ekan. Akamiz mollarni sotib olgandan keyin o'zi o'tin qilib qo'ygan ekan, mana yerga 4 ta mol ketadi dedi bu yoqqa. Mana ichkarida bu qishki nimasi, qishki sezoni. Bu tualet. Dush, yozda ishlatsangiz bo'ladi. Mana akamiz yeri ana u yerdan hozir ko'rsam. Ana yergacha bog' ekan. Mana огород kengligini ko'ryapsizlarmi? Bu ham mol teplitsa qurib yashasa bo'ladi. Teplitsa qursangizlar mashina ketadi. Mana bu yerlarda gaz, svet, suv bo'lishi muammo yo'q. Общий огород 5,5 sotik ekan akamizni. Mana bu to'g'ri joydan mana shu yergacha mana o'zi mana beton turibdi, mana chegara qilib qo'ygan ekan.
Mana bu yer bog', bu yer. Hamma narsasiz, olmalar hamma narsasi hosilga kirgan. Mana ko'ryapsizlar. Mana yerda yong'og'i bor. Hamma mevali daraxtlar shu yerda bor. Agrodimiz yaxshi, teraklar ham bor, hamma narsasi bor. Mana bu yerdan to'shna mana boyagi joydan, olmali daraxt yonidan, mana bu yerdan nariyoqqacha mana chegarani ko'ryapsizlar. Kattaligini ko'ryapsizlar uyni. Uy yaxshi, sostenasi mo'shniy. Bemalol pastdagi telefon raqamlariga qilib olib chiqavering. Bu aqova suv nariyoqdan keladi. Bu yerdan ham suv qo'ysangiz bo'ladi agrotizga. Ili bo'lmasa ko'chaning boshida ham bor, boya kirgan joyda. Uyimiz sostenasi mo'shniy. O'zlaringiz ko'rdingizlar. Kanalga podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlash ketishni unutmang. Uy egasining uyini sotayotgani sababi uy egasi Qozog'istonga ko'chib ketyapti. Uyimizning narxini akamiz 30 deyapti. Bu uyi kadastri yo'q. Qolgan narsalarni pastdagi egasini raqam qoldirib qo'yaman. Shunga aloqaga chiqib, o'zlaringiz kelishasizlar.